Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli azizlar. Mana alhamdulillah Allohning inoyati bilan, fazlu karami bilan buyuk oy Ramazon oyi kirib keldi. Barchamizga Alloh taolo barakotli qilsin. Bu oyda Allohga ibodat qilib, Alloh taologa duolar qilib, Allohga sig'inib, o'zimizning nafsimizning kamchiliklarini tuzatishni Alloh taolo barchamizga nasib qilsin. Ramazon oyi muborak oy azizlar. Ramazon oyi mu'min uchun, musulmon uchun bu mavsum, savob yig'ish mavsumi. Shuning uchun savobni yig'ishga harakat qilishimiz kerak. Ko'plab savobga ega bo'lishlikka, Allohning roziligini topishlik boshqa oylardan ko'ra osonroq bo'ladi Ramazon oyida. Shuning uchun Alloh taologa intilaylik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbatimizni ko'rsataylik Ramazon oyida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishni ko'rsataylik. Shu munosabat bilan siz azizlarga yana ba'zi bir ma'naviy tuhfalarimiz bor. Inshaalloh agarda bu foydali bo'lsa, manfaatli bo'lsa Alloh taoloning fazlu karamidan deb qabul qilasizlar. Bizning vatandoshlarimizni ichida juda ko'plab olimlar bo'lgan. Bizning diyorimiz olimlar chiqargan, faqat insoniyatga xizmat qiladigan, insoniyat tarixida juda katta bir rol o'ynagan, ijobiy rol o'ynagan olimlarni chiqargan, juda katta sarkardalar chiqargan. Shulardan biri, shunday olimlardan biri Buxoro zaminining farzandi 6-asrda 547-yilda vafot qilgan, hijriy 547-yilda vafot qilgan, 6-asrda ya'ni yashab, ijod qilgan va o'sha asrda vafot qilgan Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman al-Buxoriy hazratlarining kitoblari. Shundan ba'zi bir nuqtalarni, ba'zi bir joylarini siz azizlarga taqdim qilmoqchimiz. Bu kitobda islom dini, ya'ni bizning muqaddas dinimizning go'zalliklari yoritilgan. Bu kitob Mahasinul Islami va Shari'a yoki Mahasinul Islami va Sharo'i' deb nomlanadi. Islom va shariatlari, ya'ni islom ahkomlarining go'zalliklari deb nomlanadi. Bir qancha ibodatlarning go'zalliklarini bayon qilganlar bu yerda Imom al-Buxoriy. Imom Buxoriy derkan bu Sahihul Buxoriy sohibi bo'lgan Imom Buxoriy emas, balki Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman al-Buxoriy ushbu kitobning sohibi nazarda tutiladi. Ushbu olim, ushbu imom kalima-i shahodatdan boshlab to vasiyatning go'zalligigacha, ya'ni islom ahkomlaridagi go'zalliklarni bayon qilganlar. Islomning har bir buyrug'i o'ziga yarasha chiroyi bor, go'zalligi bor, ma'naviy go'zalliklari qanday ekanligini imkon qadar ochib berganlar. O'ta muxtasar yozilgan kitob bo'lishiga qaramasdan, bu kitobda alhamdulillah ro'zaning ham, Ramazon oyi va ro'zani qanday tutish go'zalliklarini ham bayon qilganlar. Shundan ba'zi bir joylariga urg'u berib o'tamiz. Ushbu kitobga asoslanib ro'za haqida ba'zi bir gaplarni inshaalloh sizlarga, siz azizlarga taqdim qilamiz. Alloh taolo ushbu boshlayotgan ishimizni xayrli qilsin, bardavom qilsin. Siz azizlardan ushbu muborak oyda duolar umid qilamiz. Biz uchun, ustozlarimiz, tolibi ilmlar uchun va barcha mo'min musulmonlar, xalqimiz, vatanimiz uchun ko'plab duolar qilib, ushbu Ramazon oyini go'zal o'tkazishlikni tilab qolamiz. Alloh taolo xayrli va barakotli qilsin. Mahasinus savm degan mavzuda imom ushbu olim aytadilarki, amma mahasinus savm fas-savmu fil lughati ibaratun anil imsak. Ro'zaning go'zalligiga keladigan bo'lsak deydilar, savm degani, ro'za degani, ya'ni saqlanish, bir narsadan o'zini tiyish degan ma'noda bo'ladi lug'atda deydilar. Lug'atda demak ro'za as-savm, arabchada as-savm bo'ladi. Bu o'zbek tilida o'zini tiyish, to'xtalish degan ma'noni anglatadi. Har bir aqlli inson deydilar, tiyilishda yaxshilik bor ekanligini anglaydi. Har bir aqlli inson xohishlaridan
xohishlarini barchasidan, ya'ni inson xohlagan narsalarni hammasini ham qilavermaslikdan tiyilish aqllilarga xos deydilar. Xuddi shunday ro'za ham aqlli insonlarning maqtaydigan amallaridandir. Chunki tiyilishning, savmning haqiqati deydilar, tarku ma la ya'nihi, o'ziga kerak bo'lmagan narsani inson tark qilishligidir deydilar. Fa innahu al-imsaku amma yashinuh, unga bir qandaydir bir dars ketadigan narsalardan, qandaydir bir unga isnod beradigan narsalardan tiyilishlik ro'za deyiladi. Ro'za haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam rivoyat qilgan, Alloh taolodan deb rivoyat qilgan hadis qudsiyning agar faqat o'shani o'zi kelganda ham ro'zaning buyukligiga kifoya qilardi. Alloh taolo aytadiki, as-savmu li va ana ajzi bihi. Ro'za men uchundir va men uning mukofotini o'zim beraman deb Alloh taolo aytgan. Demak, ro'za Alloh taolo uchun tutiladi. Alloh taoloni o'ziga xoslab, faqatgina Alloh uchun qilinadigan, boshqalarga hatto riyo qilib bo'lmaydigan amal. Boshqalarga riyo qilib bo'lmaydi. Boshqa amallarni riyo qilish mumkindir. Odamlar eshitishi uchun qilish mumkindir, lekin ro'zani boshqalarga ko'rsatib bo'lmaydi. U yo'qlik. Ya'ni yeyishdan, ichishdan, ba'zi bir xohishlardan tiyilishlik, ya'ni o'sha ishni qilmaslik ro'za. Insonni ko'zini oldida ro'za tutib bo'lmaydi. Ya'ni o'sha odamning oldida yeb ichmaslik mumkin, lekin o'zi yolg'iz qolganda yeb ichib qo'yishi mumkin odam. Shuning uchun bu Alloh uchun qilinadigan amal. Alloh uchun. Ro'za inson yolg'iz bo'lsa ham yeb ichmasligi, o'sha har xil xohishlarni bajarmasligi, bu Alloh taolo uchun qilinadigan amal. Alloh taolo aytadiki, va ana ajzi bihi, men unga mukofotini beraman. Shuning uchun ro'zaning savobi qanchaligi hatto farishtalar ham bilmaydigan masalalardan. Farishtalar har bir amalga, namozga o'ziga yarasha savob yozishadi, sadaqaga o'ziga yarasha savob yozishadi, boshqa amallarga savoblarni yozishadi. Ro'zaga kelganda ro'zaning savobini bilmaydi farishtalar. Alloh taolo aytar ekanki, ro'za tutdi deb yozinglar, bo'ldi, mukofotini men beraman derkan. Shuning uchun azizlar, buyuk oyda buyuk amallarni ustida turibmiz. Alloh taolo barchamizni ro'zamizni qabul qilsin. Inshaalloh keyingi suhbatda bu suhbatning davomini inshaalloh aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.